Salom do'stlar. Bugun biz Dillis o'ynaymiz. Sizlar bilan yana Dillis To'yirov do'stlar. Anchadan beri video chiqmadi, bilaman. Endi video chiqadi. Sizlarga kattakon yangilik bor. Men hozirgina Van de Venni sotib oldim do'stlar. Van de Ven. Hozirgina pulim bor edi, sotib oldim. Endi men rar agent, legendarniy agent ochdim. Qani kim tushadi? Birinchi rar agentdan boshlaymiz. Qani kim tushadi deb o'ylaysizlar? Buni ko'rishdan oldin albatta izohlarga yozib qoldiring. Ispaniyalik Kubarsi yo'q, menimcha Kubarsi emas. Kubarsi может bo'lishi mumkin. Kim bo'ladi? Martinezmi? Inigo Martinezmi? Yo'q, uncha kim? Nunes. Boshqa Nunes bu. Ya'ni endi buni sostavga tushirib olamiz. Yaxshi o'ynaydimi? Yo'q, bunisini tekshirmaymiz, lekin tekshirmaymiz. Endi legendarniy agent ochamiz. Bu mening orzuim edi. 4 ta bunaqa ochish edi. Legendarniy agent David Alaba. David Alaba. Bu do'stlar David Alaba. Qoraligidan bilinib turibdi. Bu Davidning o'zi ekan. Alaba debdi. Bu Davidning o'zi ekan. Do'stlar. Do'stlar, mana boshladik. Davidni qo'yib olamiz. Do'stlar, yomon zo'r bo'ldi. 4 ta oltin futbolchi, 2 ta dona bor edi. Birdaniga 4 ta oltin futbolchi oldim do'stlar. Qanday qilib oldingiz deysizmi? Mana bu yerda naqa bor. Bilsangiz agar. Mana buni o'ynadim. Oxirigacha yutdim. Mana shuni yutib oldim. Do'stlar, sizlarga ham tavsiya qilaman. Bitta beradi-ku desangiz, keyin oxirini eng qiyinini yutsangiz, ko'p pul beradi. O'zi birinchi o'rin bo'lganingizga, yutganingizga 900 tanga beradi. Boshqa tangalar yana 100 ta tanga bonus qo'shib beradi. Ana bu reklamani ko'rsangiz, men reklamani ham ko'rdim, qolganlarni ham ko'rdim. Mana Van de Venga ega bo'ldim, sotib oldim-da. Naqa ko'rgandim. Ismi nima edi? Speaker player ochib oladi-ku. O'shani ko'rgandim. O'sha haligacha bo'lsa olaman degan edim. Van de Ven bor ekan, sotib oldim do'stlar. Endi bizda 3 ta yangi futbolchi bor. O'shalardan 2 tasi oltin naqalik. Kartochka emas. Oltin naqalik bo'ladi-ku. Ismi yodimda emas. Men kartochka deyman, oltin kartochkali. 3 ta naqa qilgan bo'lsak, 3 ta pak ochdikmi? 2 tasi oltin kartochka. Lekin bittasini, ya'ni Van de Venni sotib oldim. David o'zi tushdi. 2 ta ochdim deylik, chunki Van de Venni o'zim sotib oldim. 2 ta ochdim, bitta oltin kartochkali. O'zi legendarniy deb yozgan edi. Men 2 ta oltin kartochkali futbolchi yutib oldim. Do'stlar, tabriklanglar. Eng kutgan kunim edi. Hammasini oltin qilishdi, lekin qolganlar ham yaxshi o'ynaydi. Shuning uchun 2 ta ko'p bo'ldi. Baribir 4 ta oltin kartochkali, shunga ham erishganimga Allohga shukr va sizlarga hammaga rahmat. Obunachilar, biz yaqinda 140 ta obunachi bo'lamiz. Sizlarga kattakon rahmat. Men oxirgi marta ko'rganimda 103 ta dona podpishchik bor edi.
kecha emas, oldin kuni ko'rganimda 133 ta edi. Bugun 138 ta bo'lgan. Do'stlar, 150 taga, keyin 200 taga, 1k ga qarab ketamiz do'stlar. Sizlar borsizlar, 1k ham, 100k ham, 1 million taga ham erishamiz do'stlar. Sizlarga kattakon rahmat bu videoni tomosha qilganingiz uchun. Sizlar bilan DLC Toyirov bo'ldi.